bu videodan keyin demir eshik qo'ydirsam zaynab qazanish aytamanda birga yurtdoshlarimiz ham qo'rqmaysizlar, zakaz atadigan bo'lsa. Bunga antigravir sapganmiz. Birinchi sloyni, keyin 2 qator kraska, 2 qator mashinalar sapganmiz. Necha yil berasiz ino shu narsani zanglamaslikni? Bir 10 yil beramiz. Hamma yerni gravitek sapamiz, ichine shumka emas beramiz. Ha, shumkam bo'ladi. Xo'sh, bu darvozamizni ichib qo'ydim, yomon ko'rinib turibdi-ku bu. Bu darvozamiz necha so'mdan buni kvadrati? Buni kvadrati 950 bo'ldi. 950 ming so'mdan. Metr kvadrat. Aqi 700 ming so'm. Agar bir yon taraf mokriy yo bo'lmasa molishnoy bo'lsa-chi? Mokriy molishnoy bo'lsa 820 ming so'm raziyat etadi. 820 mi? 820. 800 atadi ekansiz-da, 800 ay. Bo'ladi havo keladi. Xudo xolasa setkasi ichida bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan UzLider kanali. Mana shu ko'rib turganlaringizdek, demir eshiklari qiziqib yurgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa sizlarga demir eshiklarning zo'rlarini, akfa eshiklarini, akfa oynalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta, demir eshik qurdirajak vaqt ko'pchilikda bir muammo bo'ladi. Eshik zanglab qoladimi, necha yilda zanglab qoladi, qurdirsam nechik bo'ladi degan savollar bo'ladi. Xudo xolasa videoga birdan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarga demir eshiklarni zanglamidonlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa o'zlaringiz video davomida batafsil danishib o'tib ketasizlar. Uyima ayni eshikni, demir eshikni zo'rini qurdiraman deb yaxshi niyatda yurganlar bo'lsa, like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shuningdek sifatli eshiklarni Xudo xolasa bu videodan keyin o'ylaringizga qo'rqmasdan ustanovka qildirasizlar. Demak, biz videorolikni boshladik. Bugungi manzilimiz Xivada. To'liq ma'lumotlarni video davomida berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, Mustaq, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xormon ishlar bilan jonlimisiz? Rahmat. Og'a, bizlarga endi bularning sifatlarini tekshirtirasiz. Nima uchun sizdan aynan demir eshik olishlari kerak? Nima uchun ishlatib garantiya berasiz demir eshiklarni zanglamasligini, sifatini, shularni birinchidan xalqimizga tushuntirib beralaga. Bu videodan keyin demir eshik qo'ydirsam zaynab qazanish aytamanda birga yurtdoshlarimiz ham qo'rqmaysizlar, zakaz atadigan bo'lsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Namaste geldingizmi? Shukr, rahmat. Birinchidan ko'rsatib o'tamiz. Modalarni eng so'nggi modadagi demir eshiklar ekan, bu yerda ko'rib turganlaringizdek, bularning sifatini necha kraska sapiladi, necha vaqt zanglamasligini garantiya berasiz. Hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Narx-navolari bilan birgalikda. Xo'sh, birinchidan boshlaymiz. Birinchi eshikimiz. Bu eshikimiz aynalı varianti. Videoga bosganmiz. Antigravir sapganmiz. Mashina teyini sapadigan antigravirda. Bu oyna bang. Bu ayna emas, bu nijveka bu. He, çatlamaydı, sınmaydı, çatmaydı bang. Kırılsa kırılana sınmaydı lekin. Ursanız yençilişi mümkün de o sınmaydı. Nijveka. Buna antigravir sapganmiz. Birinchi sloyni, keyin 2 qator kraska, 2 qator mashinalar sapganmiz. Necha yil berasiz ino shu narsani zanglamasligini? Bir 10 yil beramiz. 10 yil garantiya kamida. Endi ba'zi aytgandan sangiz mashinalarni tiyini sapiladigan narsa ku. Hozir masalan zanglamaydigan mashinalarni tiyini sapiladigan narsa eshiklar ham sapilib turibdi. Sapilib turibdi, shu sap boshladi. Masalan, ko'p yerlarda eshik o'ttirsalar 1 yil 2 yildan keyin bo'sanasi zanglab boshlaydi. Bunda u narsa yo'q. Yo'q, bu zanglamaydi. Avvalo xudo zanglamaydi. Sotchi garantiya teylar shuylar. Shuylar, ha? 8 4lik. Xolasa shuylar, xolasa profil bo'ladi, u farqi yo'q. Klient aytgani bog'liq. Necha so'mdan endi ishlan kvadrat xudo. Buniki tak 1 millionlik bu 1 millionlik varianti. Buni 850 dan 1 million 200 dan bor. 1 million 200. Metr narsasiga qarab, qalin yubka, kraskasi, ashunday. Endi bu shunda eng qimmatimi bu? O'rtachasi, bundan ham qimmati bor. Bundan ham qimmati nechik bo'ladi? Bundan ham qimmati hamma yerni gravitek sapamiz, ichine shumka emas beramiz. Mashina shumkam bo'ladi. Shumkaniki. Buning ham menda shundan sapilgan axir. Gravitek sapilgan. Na shumkasi yo'q, stiklovati bor. Stiklovat boshqa, shumka boshqa. Ichine kraskani sapib, cho'tkisidan keyin stiklovat ham boshqa. Shumka ursa nechik bo'ladi endi? Shumka ursa tak 100 ming. Shumkani puli minadi. Xullas. Kvadratini. 100 ming so'm minadi. Endi shuni necha kvadrat chiqadi masalan taxminan? Tak 262 6 kvadrat chiqib qoladi. 6 kvadrat. Demak 6 million aynan shunday darvozaga o'ttirsalar, zanglamasligini 100% garantiya. 100% garantiya. Endi buni to'shni shu 6 kvadrat bo'lishi shart emas, buningdek yakka eshiklar bo'lsa ham ketaveradi. Yakka bo'lsa ketadi. Arqalarini alifon aytganmiz. Alifonni shu sho'llarini ham narx-navosida rol o'ynaydi. Narx-navosida razin satadi. Shu alika furganmiz, bizdan qo'shadi. Damir atib bersangiz nechik bo'ladi ichon tarafidan? Damir atib bersak arzonroq bo'ladi. 850 dan bo'ladi. 850 dan, kvadrat. Ina.
Alikafon urilgan. Alif urganmiz. Bu endi zamonki qullab hamma narsasi ichida bo'ladi, qarang. Aynalar ham bor. Aynalar ham bormi ichida? 2 qavat istikna bo'ladi. Stikla paket. Yana o'rtoqlar. Bu eshiklarni ko'rgan vaqt любой odam ustanovka ettirasi keladi uyini, lekin yoki muammo, yana buni ustalar xudo xolasa Gravatex sapib, umuman zanglamasligicha xudo xolasa garantiya beriladi. Endi 10 yilda ham 10 yilda ham zanglamaydi, to'g'rimi? Mashinalar zanglaganini ko'rmadik-ku, masalan, Cobaltlar, Nexus'lar sapiladi. Yani necha yil bo'lib ketgan, 15-20 yil bo'lgan. 15 yilda o'tgan, lekin zanglamagan. Bular ham shuningdek narsa mashinaniki sapilgan. Sapilgan. Xudo xolasa. Keyingi variantimiz, keyingi Adrianli variant. Buni markasini Alifon aytganmiz. Bu 900 lik varianti bu. 900 lik. Ne uchun bu 900 ming so'm? 900 lik profillar yupqarab bitta. Gravatex sapmayapmiz. Sapilmagan, ay. Endi shu zakaz aytsak vaqti o'zi aytasiz, to'g'rimi? O'zimiz aytamiz. Narxi bahodan to'g'ri keladi deb. Demak, bu 900 ming so'mdan bu 09 likmi, 1.2 likmi? 1.2 bu. 1.2 lik listdan ishlangan, shtampopkasi. Atari Gravatex sapmayapmiz. 100 ming so'm kvadratida farq etadi. Mana necha yilda zanglasana garantiya yo'q, lekin anavi narsa kamida 10 yil garantiya bor. 6 yil o'ynab turib beradan kamida. Yaxshi bo'lsa zanglamaydi, xullas suv demasa, boshqa ish etmasa. Bu xazayna ham bog'liq. Ya'ni musul qo'yib, chang-pangnat qo'ysa zanglaydi. Endi zanglab qoladi 2-3 yilda deb aytilmaydi. Pastaridan zang tushishi mumkin 5-6 yilning ichida. Suvda tursa, boshqa ish etsa. Lekin Gravatex sapilsa, kvadratida 100 ming so'm razin setadi, kamida 10 yil garantiya. 10 yil garantiya. Undan ham uzoqina ketaveradi, xudo xolasa. Bu endi sapilgan variant o'xshaydi, bang. Bu sapilgan bu rushning high-tech variantimiz bu. Buni aynan listlar tayyor olmadik, uspit etmadik. Plan boshqacha bo'lsa kerak, Bu qimmatroq bu. Bu necha so'mdan ishlatdingiz bu? 1 million 800 dan 2 million 200 dan bor buni bozor. Bu necha million ashi durishi? Bu 2 millionlik varianti bu. 2 million bo'lib turibdi durishi. 150 260. Buni ichanlanamiz ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Arkalarida bitta ishi bor, ugalok basmamiz. Alikafon. Buni arkadan ishlarni shurupini ugalok basamiz. Shurup ko'rinmaydi-dan bunda. Bilinmaydi, modasi? Modasi bilinmaydi, aynalarni bosib. Geometrga o'tkazgandan keyin. Bu 2 million so'm bunda shay. Metr kvadrati 2 million so'm. Yo'q, qimmat Frida zamoqlarni ishlatamiz buni. Lekin doim ochib turadi bu o'yning, bagati variantlari xudo xolasa. Ham zanglamasligicha garantiya o'rtoqlar. Sifatlisini qo'ydiraman desangiz, kvadrati bu variantimiz, high-tech variantimiz 2 million so'm ekan. Usta shuni 2 million 270 mingdan eng qimmatini 2 milliondan qo'ysak necha bo'ladi ekan? Ustunda kelishamiz bu. Qaytib berasizmi uni? Qaytib beramiz. 2 million 200 likini chiqib bo'ladi u. 2 million 200 liki yonboshlar shuylar bo'ladi. Buni atar tey shuylar. Buni tey shuylar. Demak, yana shular ham teylari profil emas shuylar bo'ladi mana. Shunda bu o'zini imkoniyatına qarab zakaz etaveradi uni. Buning deb bo'lsa ham hech nima hech so'z topmaydi. Xudo garantiya. Har xil variantda mashina Nexi 1, Nexi 2 pozitsiya, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya bor-ku. Bunda ham shundan ko'ring. Mana shu korobka, shu narsa bo'ladi. Atar damir yubkasida farq etadi. Kraskani sifatisida farq etadi. So'raganlar uchun bu ham kraskasi hamma narsasi 100% yaxshisidan qo'yilgan. Yaxshisidan. Sentapol kraska yuramiz. Ya'ni prosto gruntopga uni o'tiribdilar. Gravatex sapmin. Bu chaplab ertaga zangaladidan teyinli. Biz shuni ichini urib o'tiribmiz kapini. Yana o'rtoqlar. Eng sifatlilari xudo xolasa. Xo'sh, bu darvozamizni chiqib yomon ko'rinib turibdi-ku bu. Bu darvozamiz necha so'mdan buni kvadrati? Buni kvadrati 950 bo'ldi bu. 950 ming so'mdan. Metr kvadrat. Bunga mali Gravatex sapilmaydi o'xshaydi. Gravatex sapilmaydi. Mana senta gliani etib berdi, gliani etib berdi. Senta bor. Ya o'rtoqlar. Bu endi 950 inash narsalari bo'lgani uchunmi bu? Nijoyga bosgan. Nijoyga ko'proq ishlatilgan bunda. Ko'proq ketgan. Xo'sh, endi necha yerdan ochiladi bu endi usta aka? 2 yerda ochiladi. B'dan bir ochiladi. B'dan bir, ana kichkina bir ochiladi. Endi mashina girsa, ulun ochadi, o'zi girib chiqsa kichkina ochadi. Kichkina. Buni общий ichana ochiladi, uni aytib 2-3 xil variantda ham ishlasa bo'ladi, qarang ochilishini. Ichana ham ochib bo'ladi. Yig'nalib turadi uni aytib, yo Farg'onalik ustalarimiz chiqarib beribdi-ku, shuni yig'nalib turadi, aytib beradi, rolik bor-ku, rolik. Bir yangi tizim aytib bo'ladi, ham 90 gradusda buriladigan aytib bo'ladi. Burilib, bana yig'nalib turaveradi, ochilgan vaqtda hech ham ishat etmaydi. Bunday variant ham bor. Rolik variant ham bor. 950 ming so'mdan. 950. Buni markasi Alikafon. Alikafon. Usta qarang, endi buni bir dona darvoza zakaz etib qo'ydi, qarang, to'g'rimi? Bu klientingiz 2-3 eshik bilan birga zakaz etaman desa,
900'den bitirse olam? 900'den bize köp bolsa, bir planer bolsa Xudo Ya bo'lmasa Gravatex sap berasiz 950 oladi. Ya 950 oladi, Gravatex sap beramiz. Ya shumka etib beramiz. Shumka. Xolagan variantlarinizda ketaveradi. Uyni dum ochib turadi o'rtoqlar. Keyin bu narsalarga qo'shib turadigan, bu narsani qo'ygandan keyin albatta sizlarga shunday mokriy asfalt aynalar kerak bo'ladi. Aynalarni ham ko'rsatib o'tib ketadi. Necha xil profilda ishlatdingiz aynalar? 3 xil profil bor. Alpapros. Buni akı 750 ming so'm. 750 ming so'm. Ikki tarafı mı ak bo'lsa? 6 minglik, 7 minglik yo'q bunda. Bu bir yan tarafı mokriy. Bir yan tarafı mokriy, bir yanı ak buniki. Ha. Buniki 850 ming so'm. 850 ming so'm. Yana üstüne gelirse bo'ladimi? Üstüne gelirse bo'ladi, setkasi içinde. Setkasi içinde. Bunda alam akfadanlamı, xalaganni oladi, setka içinde xudo xolasa. Keyin wrapping varianti bor. Aha, wrapping bandang. Ha, wrapping bor. Bu nechalik bu? 6 ming mi 7 ming? 7 ming yo'q bularda. 6 ming bor tolka. Aha. 7 ming varianti yo'q. Buniki akı 700 ming so'm. 700 ming so'm. Buni akı. Aha. 700'den bitiramiz oxirgi bahosini. Eğer bir yan taraf mokriy ya bo'lmasa, molishnoy bo'lsa ne? Mokriy, molishnoy bo'lsa, tak 120 ming so'm raziyat etadi. 820 mi? 820. 800 atadi ekansiz, tam? 800 bo'ladi havo kelsa. Xudo xolasa, setkasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Ular xudo xolasa, podagonni qo'yib berdasa, ular ham kelishib ishlab beraverasiz. Ular kelishimiz ustunda. Chala ob'yom katta bo'lishiga qarab, ob'yomga qarab kelishilaveradi xudo xolasa. Endi bu bonini eshigi o'xshaydi, bang. Tamam, bu bonini eshigi bu plastik yüzünden bu variantı. Yine biri 50. Buniki 800 ming kvadrat. 800 ming so'm kvadrat. Beri xolasa ayna qo'yib berasiz, xolasa uyishini o'zi. Bir zakritni bo'lsin-da deyasiz, zakritni aytganmiz. Keyin buni arzarak varianti ham bor. ZX'li bering bir ensiz. Bularni duruşunu 1 milyondan beramiz. 1 milyondan. Prosta ensizroq bo'ladi. Prosta ensiz. Shu razmer. Bir eshik uстановка ettiradi, 1 milyon so'm. 1 milyon so'm bo'ladi. Keyin narx varianti bor 900 mingdan 50 ming. 50 ming. Endi yanchilik qoladi, ha? Vaqt o'tishi bilan 100 ming so'm pulundan qochmasangiz, yaxshisidan qo'ydirasizlar. 50 mingning uchun desa girganda, chiqqanda, ochganda, yopganda babi yil o'tib yenchiladi, to'g'risi. Yenchiladi. Yani bo'saqasini bossangiz yenchiladi. Endi Akfa keladi. Akfa'nın üzerine geldik. Akfa'nın üzü bunu Akfa'nın üzü 800 ming so'm bu. Akfa'nın üzü. Nechalik bu? Bu 6 minglik. 6 minglik. 6 minglik bilan 7 minglik farqini nechaytib bilsa oladi? 7 minglik yazuvunda 7 ming seyredip yazardı. 6 minglikte yazmıydı. 6 minglikte yazılmasa 6 minglik, yazılsa 7 minglik. Doğru mu? Bunda endi yazılmagan demek bu 6 minglik bu, doğru mu? Hem xatını indi özgertip çıkarıp başladılar. Görünüşünden naklinkesi. Lekin sifat bir. Sifati bir xil. O'zi 6 minglik ishlatsangizam ham masalan sifatida boshqa narsada umuman bilinmaymi? Bilinmaydi. Daha nersinde bor farkı. İçini demirinde. 6 minglik kichkinaroq, bu ulluroq, yani nersi? İçinde demiri. Demir. Xudo xolasa bularni endi общий корishnoy bo'lsa necha bo'ladi? Ikki yana, bir yana korishnoy bo'lsa necha bo'ladi? Bir yana korishnoy, bir yana oq bo'lsa 900 ming so'm bo'ladi. 900 ming so'm. Ikki yana ham korishnoy bo'lsa ne? Ikki yana ham korishnoy bo'lsa 1 milyon bo'ladi. 1 milyon bo'ladi. Kvadratında. Aynasının farkı yok mu nechik bo'lishi? Yo'q, aynasi oq bilan yodiy bo'lsa farqi yo'q. Keyin qara bilan ne bor? Yodiysi bor, yodiysi qimmatroq. Narsa tak yodiyman. Go'ki, Ford'isi. Shishalisi, ha? Ford xili bor. Ne bu tarafda görürsünüz, Ford'i baskı müzemizkine. Buna. Ford'i bo'lsa bu iç alınman görünmüyor ekan bunda. İç görünmüyordu. Ford'i variant. İç alaleki yaxtı girizadi axir. Qara bilan Ford'iga pul qo'shiladi. Necha so'm qo'shiladi unga? Tak kvadratında 200 ming so'm raziyat etadi-ku. 200 ming so'm. Aynan rasxod qo'shiladidan shunday. Rasxodini qarab. Xudo xolasa. Düz berasiz. Xudo xolasa. Xo'sh aziz obunachilar, kimin shuningdek sifatli 100% garantiyali demir eshiklar, Akfa aynalar gerek oladigan bo'lsa, bemalol ekranda telefon nomerlari aloqaga chiqarasizlar. Ustani zo'rina xizmat buyurasizlar. Ne uchun desa, bizlar ham so'rab surishtirib, ko'p chiqaramiz ayna eshiklarni, chunki ishonchli usta bor, ishonchsiz usta bor, ko'pchilik aldab cho'zib yuradi, vaqtini olib boraman deb. Endi bizlar shuningdek darvozani zakaz etsalar, necha vaqtda ishi bitadi? Tak, hozir 15-20 kun deb olib turibmiz. Uzaki 20 gün içinde apar kurper. 20 günün içinde ustanovkasi bo'ladi, xudo xolasa. 5 gün plus minusu bo'ladi. Mevcut ertarak, mevcut bir gün, 2 gün sekishi mümkün. Bizda deshka bo'lib qoladi bizada. Xudo xolasa. Krasya topilmay qoladi.
Xullas 100% garantiyali eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, aynalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ustan nomerlari bor. O'ylarning razmerlari tashab bersalar, chason bo'lish hammasini hisob kitob aytib berasiz, to'g'rimi? Aytib beramiz. Ama borib, o'ylaringizning razmerini olib, Bizanki yoqmasa, boshqa rasm tashasa, foto tasam, ularni ishlab beramiz. Xohlagan katalogda. Xohlagan katalogini. Xudo xolasa. Novisniyalar bo'lsa, ограждение, zaborlar bo'lsa, ularni ishlaymiz. Ha, zabor ham ketaveradi. Zabor, novis, Damirdan, ограждение, Xudo xolasa. решетка. Bo'ldi. Demak, aziz obunachilar, videorolikni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim shunday sifatli narsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.